Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun mana Mikrogreen'dan Qizilqishim xizmatlar markazida mijozlar bilan uchrashuvimiz bor ekan. Xush kelibsizlar. Agar kimda nima murojaat bo'lsa, bemalol nima qilishlaringiz mumkin. Siz bilan o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Hakim Murodjon. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha umumiy kredit so'rab murojaat qilganman bankka. Oilaviy tadbirkorlikni yo'nalishda. To'g'ri, tavsiyanomalarni keyin, to'g'rimi? Shu bo'yicha qonun tartibida ko'rib chiqamiz, ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Siz masalan Assalomu alaykum. Mena shu tadbirkorlik bilan rivojlanishi faoliyatga yig'ilgan mas'ullar tushunarli, hurmatli mijozlar, ko'rib chiqamiz, qonun tartibida harakat ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Siz o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Murod do'stimdan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishni 30 ming o'tamoqchiman. Shu bo'yicha murojaat qilaman. Qaysi mahallangiz? Yetim mahallasi. Yetim mahallasidan tavsiyanoma kelgan, to'g'rimi? Ketdi. Tushunarli, hurmatli mijoz, uni ham hozir qonun tartibida ko'rib chiqib, ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Siz o'zingizni tanishtiring. Men Zarovat mahallasidan Qur'on Bashirman. Ijtimoiy kiritmoqchiman. Oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida. Shunday. To'g'ri, hurmatli mijoz, qonun tartibida ko'rib chiqamiz, tavsiyanomalar asosida hammangizga ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Rahmat.